Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Bugun biz sizlar bilan yana sevimli oshxonamizga kiramiz. Sevimli oshxonamizga bugun sizlar bilan birgalikda KFC tayyorlaymiz. KFC tayyorlash uchun ishimizni Bismillahirrohmanirrohimda ishimizni boshladik. Bu uchun tovuqni yaxshi suyaksiz tushini tanlaymiz. Go'shtni tanlab olib, uni yuvib tozalab, mana shunaqa 2 sm 3 sm qanlikda kesib olamiz. Bir xil shaklida. Hammasini bir xil qilib to'g'ra olamiz. Bu taomimiz hammaga ma'qul bo'ladi. Kechki taom ayniqsa yaxshi, oson hazm bo'ladi, yosh qariga bir xil ketadi. Hozir oldin biz marinovkasini tayyorlab olamiz. U uchun 1 litr suv, oddiy 1 litr suvga 3 qoshiq osh tuzi, 1 qoshiq shakar soldim, 2 qoshiq achchiq qalampiri garimdori, 2 qoshiq shirin qalampir soldim, 2 qoshiq murch, hammasini solib, kurkumara soldim 1 qoshiq. Hammasini aralashtiramiz. Soya solaman, undan keyin 3 qoshiq. Soya yog'idan 3 qoshiq solaman. Bu tam yaxshi beradi, xushbo'y qiladi. 2 qoshiq olma sirkasini solib yubordim. Hammasini aralashtiramiz. Bir xil massa bo'lguncha. Aralashtirib, endi go'shtlarimizni buktirib qo'yamiz ichiga. Shu holatda go'shtlarimiz ta'mi o'zgacha bo'ladi. Shu holatga ustini strich qilib 2 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Ustini strich qilib. Strich qilmasangiz xolodilnikka boshqa mahsulotingizga hid urib qolishi mumkin. Qarang, endi ishimizni boshlaymiz yana. Oddiy unni elab olamiz. Go'shtimiz tayyor bo'ldi. Oddiy unga shirin qalampirdan 2 qoshiq soldim. Rang berish uchun 1 qoshiq murch soldim. Aralashtiramiz. Rangini chiroyli chiqaradi bu shirin qizil qalampir. Un bilan aralashtiramiz. Murch ozroq qo'shdim, achchiq xohlovchilar uchun. Qo'shmasangiz ham bo'ladi. Qarang, tovuqimiz go'shtimizni olib, unga botiramiz. Yana o'zini suviga botirib, yana unga botiramiz. Qarang. 2 sirama qilsangiz, uni usti qalin bo'lib, yana botirasiz 2 sirama. Ikkinchi marta botira olamiz unga. Shu holatga go'shtlarimizni hammasini shunaqa qilib botirib chiqamizda patnisga terib olamiz. Shu holatga. Hammasini patnisga terib bo'lib, qarang, go'shtlarimiz yaxshi nima bo'lgan. Ikkinchi holatimiz 2 dona tuxumga, qarang, ikkinchi usulimiz 2 dona tuxumga 1 stakan suv qo'shasiz. 4 qoshiq un solasiz, idishingizga qarab. Endi men prosta ko'rsatib qo'ydim. Unni nimasini uncha o'lchamadim. Ikkinchi usulni ko'rsatish uchun stakan suv aralashtiramiz. Shirin qalampir soldim 1 qoshiq. Bu rang beruvchi faqat, rangini qizil qiladi, chiroyli qiladi. Mana shu holatga ham bir xil massa bo'lguncha suyuqroq bo'ladi bu. Ozgincha tuz soldim. Mana, qarang. Bu usul ham yaxshi chiqadi. Bunga bir marta unga botira olasiz, bo'ldi, xolos. Ikkinchi usulimiz mana. Tuxumlik unga
oddiy unga botirib olib terib qo'yasiz. Mana xuddi shunaqa qilib ikki holatga ham pishirsangiz bo'ladi. Qaysi usul yoqsa sizga qilishingiz mumkin. Ikkalasi ham yaxshi yoqadi menga. Mana kipslarni qildik. Inni o'choqda alovda yoqdik. Qozonga yog'da soldik. Qizigan yoqqa shunaqa qilib tashlab olaveramiz. O'choqda yaxshi pishadi bu. Qarsildoq bo'lib, ta'mi o'zgacha bo'ladi. Gaz tovaga nisbatan bunga yaxshi pishadi. Chiroyli ko'tariladi. Qarang qanchalik chiroyli chiqdi. Qizil rangi o'zgacha bo'lib, ichlariga ham yaxshi pishgan. Ko'rsataman sizga hali tayyor bo'lgandan keyin. Kipsimiz ajoyib chiqdi. Ta'mi ham o'zgacha. Achchiq xohlovchilar uchun menga achchiq yoqadi. Achchiqina bo'lgan. Ta'mi. Men buni ko'p tez tayyorlab turaman. Nabiralarim yaxshi ko'radi. Qarang, mana ichlari yaxshi pishgan. Xom bo'lib qolmagan. Juda ham yaxshi qarsildoq bo'lib chiqdi. Qarang, marhamat.